Kelin. Abijon chaqirdi. Qara. O dedi. Xaladellikda 7 ta pomidor bor edi. 6 ta qolibdi. Jig'ildonim qaynaganini yeganimda dadajon. Jig'ildoningiz qaynagan bo'lsa, tagini o'chirib qo'ying. Boravering. Dadajon, kartoshkaga teginmadim. Xo'p, bu mayli kelin. Boyaga pomidor qachon qilib berasizlar? Tez ayangizga telefon qilingchi. O'rgildim. Kelin. O dedi. Sifat shirinliklarni yaxshi ko'rishim bilasiz-a? 3 xilidan aytib qo'ydim. Bittasi qani? Men ham sifat shirinliklarni yaxshi ko'raman-da, shunga yegandim. Haligi pomidorni ham shirinlikni ham uydagilarga aytdim, qilib beramiz. Hey. Unaqa pastko'da qaynatadi deb o'ylamang.